Jorj Orwell 1984. Bu kitob sotuvga chiqqan ilk yillari shu qadar ommalashib ketdiki, odamlar shunchaki mana shu kitobni o'qiyapman deyishi yoki o'zi bilan olib yurishi ham status darajasiga chiqdi. Lekin o'sha insonlarning aksariyati bu kitobni umuman oxirigacha o'qishmagan yoki o'qigan taqdirda ham tushunarsiz deya ta'na qilishgan. Chunki bu hamma ham o'qib, tushunib ketaveradigan kitob emas. Jamiyat uchun ta'sir kuchi jiddiy bo'lganligi sabab sobiq Sovet ittifoqi bu kitobni keskin qoralab, taqiq ostiga olgan. Shu orqali ham biz butun boshli imperiyani 1984 qanchalik tinchini buzganini fahmlasak bo'ladi. Asarda totalitar tuzum ostidagi jamiyat tasvirlangan. Katta og'a boshchiligidagi hukumat odamlarning har bir qadami, har bir so'zi, hatto o'y-xayollarigacha nazorat qiladi. Shaxsiy hayot degan tushunchaning o'zi yo'q. Bu tuzumda haqiqat mavjud emas. Tarix qayta yoziladi. Faktlar hukumat xohishiga qarab o'zgartiriladi. Odamlar esa doimiy qo'rquv va propaganda ta'sirida yashashga majbur bo'ladi. Kitob 18 yoshdan kattalar uchun. Agar uni bir o'qiganda tushunmasangiz, biroz pauza olib, yana qaytadan o'qib ko'ring. Agar sabringiz yetsa.